shaxsiy rivojlanish haqidagi kursimizni boshlaymiz. Bu kursimiz 3 oy davom etib, iqtisodiy erkinlikka chiqargan har bir jabhalariga to'xtalib o'tamiz deyotganim yo'q. Shunchaki bir chekkadan tushuntirib ketaman, agar sizlarga shu qiziq bo'lsa. Iqtisodiy erkinlikka chiqish bu ikkinchi darajali narsa, lekin inson iqtisodiy erkin bo'lmasa, sadaqa so'rashiga, yordam so'rashiga, zakot so'rashiga, qarzlardan qutulishga harakat qilishiga, mana shunaqa narsalar bilan o'rlashib qoladi-da. Va u stressga tushib qoladi. Stressga tushgandan keyin u keng fikrla olmaydi, keng fikrla olmasa ilm o'rgana olmaydi, ilm o'rgana olmasa u omadsiz odam bo'ladi. O'sha hammasi bir-biriga kashi bo'lib bog'langanligi uchun bir chekkadan boshlaymiz. Mana rasmda ko'rib turibsizlar. Iqtisodiy erkinlikka olib boradigan hamma yo'nalishlarni yozganman. Masalan, din, muomala, marketing, sayohat va hokazo narsa. Bugun muomalaga to'xtaymiz. Muomala ya'ni insonni birinchi taassuroti haqida. Sababi siz jamiyatda istarali odam bo'lsangiz, sizni ishlaringiz o'rtacha bo'lsa ham, sifati o'rtacha bo'lsa ham, unaqa katta kompaniya bo'lmasangiz ham baribir oldinga qarab yuraveradi. Shuning uchun muomaladan boshlaymiz. Birinchi taassurotga sababchi bo'ladigan narsa, ya'ni kimdir sizni ko'rdingiz, biron bir jamiyatga kirib keldingiz, majlisga keldingiz, odamlarning oldiga keldingiz, davraga keldingiz, magazinga kirdingiz, teatrga tushdingiz va hokazo. Birinchisi bu qomat. Harakat qiling qomatingiz tekis turishiga. O'zi umuman miyangizga shunaqa narsani qo'yib olingki, sizda 10 million dollar pulingiz bor. Hech narsaga ehtiyojingiz yo'q. O'zingiz xohlagan avtomobilingiz bor, o'zingiz xohlagan davlatga bir deganda chiqib keta olasiz sayohatga. Toshkentda uylaringiz bor, hamma yoqda mebel jihozlari bor, tashvishingiz yo'q. Mana shunaqa odamni o'zingizga tutishingiz kerak. Hozirgi holatingizga nisbatan. Xoh u hozir biron bir kasb egasi bo'ling, xoh u usta bo'ling, xoh sartarosh bo'ling, xoh taksist bo'ling, farqi yo'q. Muhimi birinchi taassurotdan boshlanadi. Ya'ni biz hayotga nisbatan o'zimizni o'zgartiramiz, keyin hayot bizga Alloh bizga sabablarimizning natijasini beradi. Sabablarni qilinish kerakligini sababi, misol uchun biz namoz o'qiymiz, lekin namozimizni keragi yo'q Allohga. Lekin jannatga kirishimiz uchun sabab qilindi. Ya'ni namoz o'qimasang jannatga kira olmaysan deb sabab qilindi. Ya'ni peshanamda bor, men balki do'zaxiyda yozilgandirman peshanamda deb o'tirish buyurilmadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, namozingizga mustahkam bo'linglar dedilar. Bo'ldi, biz sababini ushlaymiz. Biznesda ham, iqtisodiy erkinlikda ham shu ma'lum bir sabablar qilinadi, keyin natija bo'ladi. Birinchisi qomat. Ya'ni qomatingiz tikka bo'lishi kerak. Boya aytganimdek, 10 million dollar bor odam qanaqa qilib turadi? Mana marakalarga borgansizlar, oshlarga borgansizlar, ahamiyat berganmisiz? Puli kam odamlar doim choy tashiydi, yuguradi, chapga yuguradi, o'ngga yuguradi va bu narsa har bir marakada takrorlanadi. Somora tepasida mahalladagi eng kam pul topadigan odam turadi. Hammaga tabassum qilib, hammaning xizmatini ko'rsatadi, lekin biron marta boy odam xizmat qilmaydi. Keladi, mana shu eshik tagida yaxshimisilar, sog'lik yaxshimi, kiringlar turadi. Gap uni pulida emas. Siz hayotda o'zingizni qanaqa o'ringa qo'yishingizda. To'y hashamda, yig'ilishda, ma'rakada qarindoshlarning xizmatini qilish bu oliy himmat, silai rahim, bu zo'r narsa. Men misol uchun bu past ish, bu yuqori ish deyotganligim yo'q. Gap unda emas. Gap bir umr odamlar sizni kim deb ko'rishadi? Choy tashuvchi, choy damlab beruvchimi yoki eshik tagida sovlat to'kib turuvchi odam sifatida kim deb qabul qilishadi sizni hayotda? Ya'ni jamoaga kelishingiz bilan sizni to'g'riga chiqarishadimi? Yoki yaxshimisan? Bor akalaringga qaragin, bor o'zing hammasini qaragin deb pastlatib qo'yishadimi?
Hech ahamiyat berganmisiz? Misol uchun taksist kelsa, uni hech qachon to'g'riga olib chiqilmaydi. Lekin Land Cruiser'da kelsa, u odam mashinadan tushmasidan oldin o'zi e'tiborda, markazda, sharoitda, imkoniyatda bo'ladi. O'sha adolatsizliklarni to'g'irlash uchun biz birinchi o'zimizni hurmat qilishimiz kerak. Birinchi bo'lib o'zimizni. Bu narsa qomatdan boshlanadi. Misol uchun men maktabda o'qigan davrimda bukilib yurardim, egilib. Bukurroq bo'lib yurardim. Sababi o'zim haqimdagi tushuncham shunaqa bo'lgan. Men hech kim emasman hayotda, hech kim kerak emasman, hech narsaga erishmaganman, shunaqa baho berardim-da. Bu psixologiya-ku, insonni miyasi boshqaradi. Keyin majburan o'zimni to'g'irlashni boshladim. Ya'ni o'sha 4-5-sinfda Dale Carnegie'ning kitoblarini o'qishni boshlagandan keyin inson o'ziga qanaqa munosabatda bo'lsa, unga nisbatan hayot shunaqa munosabat bo'lishi haqida. Yoki bo'lmasa, kuchli inson bo'lish uchun kuchli odamlarga taqlid qilish kerakligini. Ya'ni kuchli odamlar har doim qomati tikka bo'ladi, yuzida tabassum bo'ladi, ular o'ziga uverin bo'ladi, ular dadil bo'ladi. Tabiiyki bunaqa odamlar bukur bo'lmaydi. Bukchayib yurmaydi. Siz o'ylang mana, bukchayib yurgan odamlar kimlar? Arava itaradigan odamlar, kam pul topadigan odamlar, hayotda qiynalganlar, doim muammoda yuradigan odamlar, qorovullar. Nimaga shunaqa? Sababi o'zini haqidagi fikri miyaga singib insonni bukchaytirib qo'yadi. Sadaqa so'rayotgan odamlarni qarang, bozorlarda tilanchilik qilayotgan odamlarni qarang, o'zini qomatini qanaqa tutadi. Endi siz millioner emas, 100 ming dollari bor pul odamlarga e'tibor qiling. 100 ming dollar puli bor, millioner emas. Tushunyapsizmi? Ya'ni men odam ajratishga, tabaqalanishga va bu kam pul topadi, bu ko'p pul topadi deyotganim yo'q. Men muomala haqida gapiryapman va birinchi bo'lib o'zingizga nisbatan hurmatingizni joyingizga qo'ying. Bu qomatdan boshlanadi. Ya'ni qomatingiz doim tikka bo'lsin. Men misol uchun dizaynerlik kasbini boshlaganimda mafiozilarning uyiga borishimga to'g'ri kelgan. Ya'ni meni ishimni maqtashgan, zo'r dizayner deyishgan, mafiozilarni, ministrlarni, MVDni boshliqlarini, otini aytmayman, MVDni boshliqlarini oldiga, qimorvozlarning oldiga borishga to'g'ri kelgan. O'sha vaqtda men alhamdulillah o'sha Dale Carnegie'ni o'qiganligim uchun, tana tilini o'rganganligim uchun o'zimni qulladek tutmas edim. Lekin qullarni tomosha qilardim. Misol uchun atrofida xizmat ko'rsatayotgan odamlarning yetti bukilib yurishini, ko'ziga qarab qaltirab turishini, xuddi bo'rni ko'ziga qaragandek, men o'zimni shunaqa tutmas edim. Yuzimda tabassum, qomatim tikka, gaplarim dadil. Cho'qib oladigan gaplar hozirgiga o'xshab. Ko'pchilik meni qo'pollikda ayblaydi-ku. Men qo'pol emasman, prosta adolatsizlikka chidolmayman yoki qo'qon manzirat muomalaga chidolmayman-da. Misol kecha bittasi telefon qildi, 7 martalab so'rayapti. Yaxshimisan dedi. Alhamdulillah, yaxshiman, ishlarim bo'lyapti desam, yaxshimisan dedi. Yaxshiman. 7 marta so'ragandan keyin oxiri aytdim, baraka topkur, maqsadga o'tiring noma. Siz agar meni birodarim bo'lganingizda, har hafta telefon qilib turardingiz. Yaxshimisanmi Raziz? Qiyinchiliklar yo'qmi? Bizdan nima yordam deb aytardingiz. Ishingiz borki, telefon qilyapsiz. Ishingiz tushganda telefon qilasiz. 1 oyda, 3 oyda, 10 oyda. Hozir ham qanaqadir ishingiz bor, maqsadga o'ting dedim. Nima qilasizlar? Yolg'onda kasb meni hol-ahvol so'rabdi dedim. Tushunyapsizmi? Tashqaridan qaraganda men psix ko'rinaman, lekin aslida qo'qon manziratni yoqtirmayman. Misol uchun, yaxshimisan desa, alhamdulillah dedim, bo'ldi, maqsadga o'tirish kerak. Uzoq so'rashyaptimi? Demak, bu yerda ishini bitiradigan maqsad turadi-da. Inson maqsadga o'tirish kerak. Misol uchun men bir insonni kuzatmayman, yaxshi ko'rmayman-da, ishim tushdi. Dilshod aka, assalomu alaykum. Sizda ishim bor edi, agar qo'lingizdan kelsa, xo'p nima? Mana shunaqani qayerdan topsa bo'ladi? Palon joydan. Bo'ldi. Unaqa yaxshi yuribsizmi? Jiyanlar qalay? Nima yengilliklar hayotda? Mana shu eng dabdala savol, nima yengilliklar bo'ladi? Xuddi men hamma ishni yig'ishtirib qo'yishim kerak edi.
Yengilliklar bilan tanishtirib chiqishim kerak. 3 oyda bir marta telefon, yo 1 yilda bir marta telefon qiladigan odamga va yengilliklarni gapirib chiqishim kerak. Subhanalloh, men nima yangilik kanalimanmi? Kecha bittasi nima yangiliklar dedi, Facebook profilimni bundoq tashladi. Mana yangiliklar. Ko'rib chiqsang, men profilimda hamma yangi narsalarni, yangiliklarni, hayotimda bo'layotgan narsalarni, videolarni qo'yib boraman. Tanishib olasan. Ya'ni soxta muomalalar bizda jamiyatda rivojlanib ketgan, bunga alohida bob ajratamiz kursimizda. Qomat. Qomatingizni tikka tuting va ko'rishayotganda erkak kishi bo'lsangiz, ko'rishgan odamingizni qo'lini mahkam ushlang. Mahkam, xuddi boksyorlardek, xuddi bareyslardek, xuddi karatistlardek mahkam ushlang. Sababi birinchi taassurot qomat, tabassum va qo'lni ushlash bo'ladi. Birinchi taassurot, ya'ni siz hali hech narsa gapirmadingiz, lekin sizning kimligingiz harakatingizdan boshlanyapti. Tushunyapsizmi? Qomatingiz yelkangiz tikka bo'lsin va hech kim oldida xijolat bo'lmang. Xuddiki sizni oldingizda hozir 1000 ta zavoddagi ishchilar turibdi. Siz shu zavodning prezidentisiz va sizda 10 million dollar bor. Mana shunaqa taassurot bilan yashang hayotda. Mana shunaqa kibr ko'rinish bilan. Ya'ni musulmonlarning oldida biz hokisor bo'lamiz. Ustozlarning oldimizda kamtar bo'lib turamiz. Lekin soqqani ketidan quylagan biznesmenlarni, hokimlarni, ministr, balo-battarlar oldida biz kibrli bo'lishimiz kerak. Chunki musulmon odam 7 bukilib yuradigan, ikki keyingi oyog'i degan tushuncha bo'lish kerak emas. Mo'min odamni puli bo'lsin, kibri bo'lsin, dinsiz odamlarga nisbatan uni tabassumi bo'lsin, uni qo'li uzun bo'lsin, u ko'p ishlarni qila oladigan bo'lsin. Ana kecha trading gruppada bahslashib ketdi-da, ya'ni bu Bitcoin yahudiylar ishlab chiqargan, men bilaman bu proyektni deyapti-da. Gap kim nimani ishlab chiqarganligida emas. Agar biz hozir men bu xitoylik Uyg'urga zarar beryapti, Xitoy telefonini ishlatmayman, kiyimimni Xitoy ishlab chiqargan, xitoyliklar Uyg'urga zarar beryapti, buni kiymayman. Bitcoin yahudiylarniki, Toyota yaponlarniki, Chevroletda krest znaki bor, Chevrolet haydamay u yoqqa hamma mollarni uyimizdan chiqarib tashlasa, yana qaytib g'orga kirishimizga to'g'ri keladi-da. Dinda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam misol uchun urushlarda g'anima qilgan narsalarni, urushda tortib olingan narsalar, urushlarni bu dushmanlarning narsasi jarga borib uloqtiringlar demaganlar-da. O'sha kamollardan, o'sha qilichlardan foydalanilgan, tushunasizmi? Agar bu yahudiyniki deb ajratilganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qarz olib turmagan bo'lardilar yahudiy qo'shinlardan. Tushunasizmi? Biz yahudiylar bilan do'st bo'lmaymiz, xolos. Ya'ni ularga ko'maklashmaymiz, do'stlashmaymiz, bir yaqin bo'lib ketishga harakat qilmaymiz. Chunki Alloh buni qaytardi Qur'onda. Lekin tovardan biz foydalanamiz. Kompyuter yahudiylarniki, baraka topkur. iPhone yahudiylarniki. Hamma narsa xullas din dushmanlariga borib taqalaveradi. O'shaning uchun bunaqa tor fikrlash kerak emas. Tushunasizmi? Shuning uchun biz o'zimizni qadrimizni dinsiz odamlarga nisbatan, dunyoga mukkasidan ketgan odamlarga nisbatan chiroyli ushlashimiz kerak. Ya'ni 7 bukilishimiz kerak emas. Faqat biz birodarlarning oldida kibr qilmaymiz, ustozlarning oldida kibr qilmaymiz. Qolgan vaqtda biz obro'yimizni bilib, sovlat bilan yurishimiz kerak. Xuddi krasniy ateistga. Hazillashyapman, tamam. Kofirlarga chaqirayotsan, xulqiga tashab qolmanglar. Qomatdan keyin ko'rishish. Ya'ni ko'rishayotganingizda egilmang. Egilmang. Hech qachon egilmang. Chunki insonga ta'zim qilinmaydi. Ta'zim, ruku, sajda faqat Allohga qilinadi. O'shaning uchun karyera qilmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni hayotingizni yuksalmoqchi bo'lsangiz, hech qachon egilmang. Qo'lingizni chiroyli uzating va uni kompensatsiyasiga, ya'ni egilmaganingizga yarasha tabassum qiling, ko'ziga qarang. Va qo'lni ushlaganda mahkam ushlang. Vaqt 14 minut bo'lib qoldi, keyingi seriyalarda yana davom ettiramiz. Agar qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, men seriyalarni davom ettiraman. Yo bitta kurs qilib qo'ya qolaymi, 3 oymi, 4 oymi mukammal shug'ullanadigan qilib, gruppaga odamni to'plab, savol-javoblar qilib, dang shug'ullanib, iqtisodiy erkinlikmi yoki shaxsiy rivojlanishmi qilib nomini qo'yamiz-da.
kurs bo'lsa yaxshi. Tayyorlanayotgan odam javobgarlik bilan tayyorlanadi, planlarni qo'yadi, darslarni mavzusini qo'yadi, dars tajribasi bilan bo'lishadi. Menda tajriba borda, shu bekorchilikdan bo'lishkim kelyapti. Tushunyapsizmi? Bari ertaga o'lib ketaman, o'zim bilan olib ketaman tajribamni, lekin kimgadir foydam tegib qolishi mumkin. Agar bir shug'ullanamiz, haftada 3 marta dars qilib shug'ullanamiz desanglar, men ham tashkil qilsa bo'ladi.